prop kompaniyalardan men o'zim ko'rganman, 20-30 ming dollar pul yechilingan holatlarni. Instagramda yoki ijtimoiy tarmoqda kimdir ko'rib qolgan, 1000 dollar 10 ming qilgani yoki 100 dollar 1000 dollar qilgani aldashga harakat qiladi. Ko'pchilik prop kompaniyani nimasi bo'ladi, obxod qilib olishga, qoidalarini aylanib o'tishga harakat qiladi. Ko'p yo'llar qidirishadi. Men bilaman bu narsani. Men o'quvchilarim orasida ham bor bunday o'quvchilarim. Qadrdonlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun MTFanda Trader Prop kompaniyasiga mehmonimiz Emirates Academy'ning asoschisi Bekzod Sharipov tashrif buyurdilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'rtalarida aynan hayitda prop kompaniyada bo'ladigan chegirma, ya'ni aksiya va skidkalar e'lon qilinadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Marhamat, tanishishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Bekzod Sharipov, Emirates Akademiyasining asoschisiman. MTFanda Traderning hozirgi paytda eng yaxshi mijozlaridan va eng yaxshi partnyorlaridan biri bo'lib turibmiz. Bugungi videomizda sizlar bilan biz MTFanda Traderdan emas, nafaqat umumiy o'zi prop kompaniyalar bilan ishlab, nechta pul ishlasa bo'ladi haqiqatdan-da, tayinli bir pul ishlasa bo'ladimi yoki-da prop kompaniyani o'zi umumiy sistemasi qanaqa tuzilgan? Bugun Timur aka bilan shu narsani o'zimni ham qiziqtirgan savollarimga javob olaman va Timur akaning ham qiziqtirgan savollariga javob berishi va sizlarga manfaatli video bo'lishiga harakat qilamiz. O'zi prop kompaniyadan realni kattaroq summa yetsa bo'ladimi? Xo'p, mana siz MTFanda Traderni O'zbekistondagi franchiza direktori sifatida shu narsani menga ayta olsangiz, men sizni qoidalaringizga amal qilgan holatda ishlasam, deylik, bir 100 ming dollarlik hisobdan deylik, kuniga bitim ochib, 0 lot yoki 1 lot bilan ishlasamda, stabilni, hech qanaqa yengillikda ishlamagan holatda sizlar men deb o'ylayman, muammosiz yechib berasizlar bu narsani, to'g'rimi? Biz emas, asosiy ofis yechib beradi. Endi shu narsani men aytmoqchiman, nimaga odamlar qancha ishlasa bo'ladi degan narsaga 100 mingni bir xilla o'ylaydi, 150 ming qilib yechaman deb o'ylaydi. Men o'sha narsani tushuntirib bermoqchiman. Prop kompaniyada bitta 100 minglik hisob olib turib, uni 150 ming qilib yechish bu juda ham noto'g'ri. Chunki uni qoidalariga amal qilgan holatda ming bo'lgan taqdirda ham qisqa muddatda prop kompaniyaga bunaqa juda ham katta menimcha daromad qilish kerak, katta risk qiladigan trader menimcha kerak emas deb o'ylayman. Menimcha deb o'ylayman, o'zi prop kompaniya nima uchun kerak? Prop kompaniya o'zi kim degan narsaga men mana yaqinda ham bir o'quvchilarimga dars bergan paytlarimda mana shu narsani, mana shu temani ko'tardim. Prop kompaniya bilan ishlayapsizmi? Siz prop kompaniyaga ishga kirgandek o'zingizni his qiling deb tushuntirib olmanda. Prop kompaniya u sizning rahbaringiz. Siz o'tga kirish uchun, ya'ni prop kompaniyaga ishga kirish uchun ma'lum bir o'sha 100 dollar, 300 dollar, 200 dollar pulni to'lagansiz hisobga yarasha. Va prop kompaniya sizga mas'uliyat topshirdi. Mana senga 50 minglik, 100 minglik hisob, mana shu men aytgan qoidalarga asoslangan holatda savdo qilgan, foydani kelishamiz deb turib sizga aytibdi. Hamma ishxonalarda shunaqa. Istalgan ishga borsangiz rahbar bo'ladi, rahbar sizga topshiriq beradi. 9 da kelgan, 6 da ketgan. Mana bu soatgacha ish davomida mana bunaqa ishlarni, vazifalarni bajarishing shart deb turib aytadi. Bajarmasangiz nima qiladi rahbar? Oddiy ishxonada jazolaydi, bo'shatib yuboradi. Ishdan bo'shatib yuboradi. Siz u yerda ketgan 1 oylik vaqtingiz, umringiz, karyerangiz hammasi bir tim bo'ladi. Prop kompaniyada ham xuddi shunaqa. Qoidani buzdingizmi, u aytgan tizimdan, u aytgan qolipdan chiqib ketdingizmi, demak siz yaxshi ishlamayapsiz. Bo'ldi, bu deganingiz prop kompaniyaga unaqa hisob beradigan odam menimcha deb o'ylayman. Birinchi safarida menimcha imkon beradi baribir. Постепенно 15 marta hisob olib turib, agarda shunaqa ishlaydigan bo'lsa, prop kompaniya menimcha hisob ham bermasa kerak. Endi bilmayman, bu narsani siz yaxshi bilasiz. Qancha vaqtda cheklanadi, lekin baribir razgonchilar yoki adaronli traderlar, men aytayotgandek qoidaga amal qilmaydigan traderlar menimcha pul ishlamasa kerak. To'g'ri aytasiz. Prop hisobni xohlagancha olaveradi, xohlagan odam. Faqat aytganingizdek, o'zi men bu risk management psixologiya deydi-yu. Ana o'sha prop hisoblarda rassa kerak bo'ladi, rassa yordam beradi. Misol uchun o'zingiz ham nechta o'quvchi shogird chiqargansiz. Asosiy prop chetga surib turgan taqdirimizda ham asosiy minusi silifi nimadan mana shu? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Shu risk management. Qanaqa tushuntirib berasiz shuni, bizani ko'rib turgan auditoriyaga ham bir manfaatli bo'lish uchun tushuntirib berasiz, buni ham o'zini riskini. Men hozir sizga ham aytdim-ku, mana siz aytdingiz, istalgancha masalan summa bera olamiz biz deb turib, lekin bu yerda mana qanaqa joyi bor, ba'zi bir hisoblarda arbitraj alomatlari ham bo'ladi, boshqa bo'ladi. U albatta qoidalarga zid. Ko'pchilik prop kompaniyani
aldashga harakat qiladi. Ko'pchilik prof kompaniyani nimasi bo'ladi, obxod qilib olishga, qoidalarini aylanib o'tishga harakat qiladi. Ko'p yo'llar qidirishadi. Men bilaman bu narsani. Men o'quvchilarim orasida ham bor bunaqa o'quvchilarim. Nafaqat ular o'sha hozir siz aytayotganingizdek ham risk menejmentga amal qilmaydiganlar, ular o'zini xayolida men deb o'ylayman, qanaqadir bir fantaziyasi bor. Instagramda yoki ijtimoiy tarmoqda kimdir ko'rib qolgan, $1000, 10,000 qilgani yoki $100, $1000 qilgani imkoniyati bor ekan. Mana shu narsani deb turib oxirigacha harakat qilishadi. Masalan, prop kompaniyalardan men o'zim ko'rganman, 20-30 ming dollar pul yechilingan holatlarni. Men o'zim ko'rganman. Biz albatta 2020-yildan beri ishlab kelamiz bu narsa bilan. Nima demoqchiman? U odamlar ham 20 ming, 30 ming uchun ham kamida bir 500 minglik shotda ishlagan-da. Tushunasizmi? 5 minglik shotdan yechmagan u narsani. U ham bir o'sha pulni yarmini yo'qotgan. To'g'ri shu yerga kelgan. Ha, to'g'ri u shotga kelgunicha uchun normalni yo'qotgan. Xuddi shu prop kompaniyani, masalan, risk menejment qoidalarini olsak. Realni qo'yib turaylik. Real hozirgi paytda biz uchun qiziq emas, chunki bizlarni ko'rib turganlarda real balansga 5 ming, 10 ming dollar depozityu 100-200 bilan nima qilsa bo'ladi deb turib ko'rishyapti. Shuning uchun men endi tavsiyalarimni berib o'tib ketay va o'zi asoslarini tushuntirib beray. Mana risk menejment qoidasini olsak. Men Empty Fund Trader'i risk menejment qoidasini. Oddiy bir misol prosatkani olaylik. Prosatkani. 2 bosqichli. Bir traderni ko'rgan edim, ma'lum bir traderdan investitsiya olganini va prosatka bo'yicha kelishuv tuzishgandi. Men bitta voqeani aytib beraman sizga. Bitta trader o'zbekistonlik ma'lum bitta traderniga vizif kelyapti bu yerda. Xullas, shotni prosatkaga olib bormasdan, 5% prosatkaga olib bormasdan o'stirish. 100 ming dollar hisob berilyapti. Va real pul. Brokerda real pul berilyapti. Va u trader nima qilyapti? Qoidani bergan odam 5% prosatka bergan. 100 ming depozit berilgan. U trader hisobni 103 mingga olib chiqib, keyin 98 mingga olib tushib qo'ygan. Tushunasizmi? 5 ming minus. Ani birinchi shot bergan trader bo'ldi, san prosatkani urding deb olib qo'ygan. Meni fikrimcha bu holatda to'g'ri qilindi. Shunaqa. Chunki prosatka shunaqa hisoblanadi. Prosatka agar общий balansdan hisoblanilsa, u juda katta anaqalarga olib keladi. Nimasi bo'ladi? Minuslarga olib keladi. Masalan, qanaqa minus? Hop deylik, kunlik 5% prosatka urildi, 3% urildi deylik. 97 ming qoldi balans. Ertasi kunda 5% bo'lsa, 97 mingdan 5% hisoblanishi kerak. Agar 5% deb hisoblashsa, umumiy balansdan hisoblashsin deyishsa, 97 mingdan hisoblanadi 5%, to'g'ri? Propda shunaqa. Propda shunaqa. Agar bo'lsa, foizda hisoblansa 97 mingdan bo'linishi kerak. Lekin sizlarda mana Empty Fund Trader'da qanaqa? Masalan, bugun deylik, men balansimni 98 mingga tushirib qo'ydim. Ertasi kunga o'tgandan keyin 98 mingni 93 mingga tushirishga haqqim bor, to'g'ri? Bor. Agar balansi umumiy balansdan hisoblaydigan bo'lsak, men 97 mingdan uni 5% ni qilishim kerak bo'ladi. Men endi 5 ming emas, qancha 4,5 mingga yaqin minus qilishga haqqim bo'ladi xolos. 4,5 ming emas, 4 mingga endi общий prosatka bilan общийni hisoblasak. Shuning uchun demoqchiman, prop kompaniyada professional trader bo'lish uchun yaxshi qoidalar qo'yilgan deb o'ylayman. Aynan Empty Fund Trader'da hamma qoidalarini yechsa bo'ladi. Qiyin umuman qoida yo'q. Eng asosiysi gapingizni bo'laman, yashirin qoidasi yo'q. Hammasi katta yozilganda, ko'p proplarga kirsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, kichkina qilib yozib qo'ygan bo'ladi yoki anaqa secret rules degan anaqasi bo'ladi o'zi. Shunaqa. Secret qoidasi. Siz shu narsani ham mana hozir auditoriyaga ayta olasizmi? Qoidalarda, fakt bo'limida yozilingan qoidalardan boshqa qoida bormi? Yo'q. Mana hozir hammaga qarab aytaman. Mana shu Empty Fund Trader prop kompaniya saytiga tashrif buyurganingizdan keyin yo'lda tepada 3 ta chiziqcha chiqadi. O'sha yerda bossangiz FAQ, ya'ni Frequent Asked Question, barcha qoidalarni bir bosqichli, 2 bosqichli va instant tayyor hisoblarni hamma qoidalarini ko'rib olib, aynan o'sha qoidalarga bo'ysunib savdo qilsangiz, biz endi kafolat bermaymiz. Qoidalariga bo'ysunib savdo qilgan bo'lsangiz, albatta prop kompaniya bu narsani inobatga oladi. Ya'ni u pul chiqarib beradi, chiqarib bermaydi biz ayta olmaymiz, chunki O'zbekistondagi supportimiz biz. Asosiy ofis Dubayda. Payoutlar bo'yicha ular qaror qabul qilishadi. Shu narsani ham aytib o'tib ketdik. Shu narsaga bitta kommentariy berib ketay. Fikringizga Timur aka, nafaqat deb o'ylayman, sizni prop kompaniyangiz o'zi umuman prop kompaniyalarni ko'pi ham menimcha qoidaga amal qilsa, yechib bersa kerak. Lekin shu narsani ta'kidlab o'tib ketaylik. Shu joyda ana ko'pchilik baribir boshqa proplardan ham demak shunaqa qoidalarga amal qilib ishlasam yaxshi bo'lar ekan deb aniq qilishayotgan bo'lsa, aynan O'zbekistondagi traderlarga ko'p prop kompaniyalardan sizlarning farqinglar nafaqat qoidada, balkim narxida ham
anchagina sizlarda arzon. Men o'zim aytaman 2020-yildan beri, mana 6 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, prop kompaniyalar bilan men bilaman. Prop kompaniyada necha pul, qaysi biri necha pul bo'lgan, nechtasi yopilib ketgan, nechtasi ochilgan. Men o'shaning uchun aytmoqchiman auditoriyaga, O'zbekistonda support ofisi bor. O'zbekistondagi yurtdoshlarimizni franchiza qilib olib kirgan va eng narxi jihatdan eng arzoni va chegirmalar beradigani, aksiyalar beradigani va qoidalarini aniq shaffof tarzda ko'rsatib beradiganini O'zbekistonda MT Fund Traderdan boshqasini topolmaysizlar. O'zbekistonda ochilingan prop kompaniyalar bilan bu prop kompaniyani solishtirmasliklarini so'rardim. Chunki nimaga? Prop kompaniya ochish unaqa qiyin ish emas. Prop kompaniyani ochayotgan shaxsni kamida men o'ylayman $1 million oshiq puli bo'lishi kerak, chunki payoutlarni qilib bera olishi uchun. 100, 200, 300 dollar payout u hazilakam payoutlar-da. Mana MT Fund Traderni Telegram kanaliga o'tsanglar, Telegram kanalda men o'zim ko'ryapman, har kuni 1000, 2000, 3000 payoutlarni qilishayotganini ko'ryapman. Puli bormi o'zi u prop kompaniyani deb turib bitta shu savolni tashlashinglarni so'rardim. Oldin prop kompaniyadan hisob olishni. Biz qancha harakat qilyapmiz, mana sizlar uchun ko'rishib podkastlar qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, hammasi shu kompaniyani nomidan va bu kompaniyaga ishonch bo'lishi uchun biz shu yerdamiz. Biz va ijtimoiy tarmoqlarda yuradigan odamlarimiz biz bu narsani qo'llab-quvvatlayapmiz. Hammasi yaxshi bo'lgani uchun. Agar ertaga nimadir yomon holatlar paydo bo'lsa, ertaga qanaqadir force majeure joylari paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa bo'yicha hammaga ommaga e'lon qilamiz. Lekin hozirgi paytda menimcha umuman muammo yo'q, chunki o'zim ham o'quvchilarim ham masalan payout qilishdi. Hech qanaqa muammosiz yechilmayapti. Faqat to'g'ri qoidalari bor. Qoidalari bor, shu narsaga amal qilish kerak. Men yana bitta narsani aytib o'tib ketdik. Telegram kanali dedik boya. Telegram kanaliga kirsanglar, mana shu qoidalarni biz o'zbekcha versiyada oldingi efirimizda qilgan edik. Esingizda bo'lsa, MT Fund Traderning kanalida efir qilganimda aynan mana shu qoidalarni o'zbekcha tarjimada va u qoidalarni asoslari va u qoidalarni yengib o'tish bo'yicha bitta qo'llanmamiz bor. MT Fund Trader deb yozsanglar Telegram kanaliga, mana shu mana linklarni ham qo'yib qo'yamiz. O'sha kanalda hammasi bor. Sizlar bemalol kirib bu narsalarni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar shu boyagi aksiya skidga qaytamiz. Xo'p, xudo xolasa hayit munosabati bilan kuni hali noma'lum, lekin aksiya 1+1 aksiyasi yana qaytdi. Do'stlar, ko'pchilik iltimosiga binoan va 25% chegirma hamma prop hisoblar uchun promo kod nomi 25 off. MT Fund Traders kompaniya saytiga tashrif buyurasizlar, o'sha yerdan 25 off deb yozsanglar, hayitda kuni hali noma'lum 25% chegirma bilan har qanaqangi prop hisob sotib olish mumkin. Hattoki siz o'quvchilaringiz ham. Rahmat. Bu birinchi safar olinganda amal qiladimi? Bittada. Bir marta olgandan. Yaxshi. Demak do'stlar, 25% chegirma yana shuncha yana aksiyalar bo'lyapti, foydalanib qolinglar. Hayit kunida 3 kun hayitda bu asl proplarni olish kerak, hayitlilarni olib. Men bitta oxirgi tavsiyamni berib o'tib ketaman. Shu bilan menimcha efirimizni yakunlasak ham bo'ladi. Oxirgi tavsiyam do'stlar, prop kompaniyadan hisob olasizmi? Maqsadda birinchi o'rinda pul emas, tajriba deb qo'yadigan bo'lsangiz, menimcha maqsadingizga erishasiz. Juda ham katta yutuqlarga erishasiz tajriba bilan. Tajribasiz faqat pul deydigan bo'lsangiz, qachongacha 100, 200, 300 dollar foydani deb maqsad qilasiz. Zo'r tajribani maqsad qilib, foydani kichikroq qilib bo'lsa ham ishlaylik. Prop kompaniya bu tajriba uchun eng ideal yo'nalish deb bilaman. Realda ishlashdan men deb o'ylayman, propda ishlagan anchagina tajribani orttirishga foyda beradi. Shuning uchun tajriba birinchi o'rinda. Rahmat. Sizga tashrif buyurganingiz uchun, rahmat. Maslahatlaringiz uchun. Rahmat. Menimcha mazza qilib olishda, ancha-muncha kerakli ma'lumotlarni olishdi. Prop bo'yicha mavzuyimiz balkim ozgina zerkarli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin yo'q, albatta qiziq bo'ladi. Bular ko'rayotgan odamlarni o'ylagan holatda biz o'sha barcha eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berdik. Sizlar ham bizani ko'rganingizdan, kuzatganingizdan juda ham mamnunmiz. Xudo xolasa keyingi o'sha podkast intervyularda umuman o'z proplar bo'yicha bundan ham manfaatli bo'ladigan videolarni olib chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Nima haqida video bo'lishini xohlaysizlar, albatta izohlarga ham yozib ketinglar. Bekzodboy, shuncha kelganingizga quruq ketmang. Xudo xolasa o'quvchilaringizga yoki shogirdlaringizga, auditoriyangizga avvalambor bir sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Bu narsani prosta oxirida surpriz qilib aytmoqchi edim. O'sha narsani aytdim. Gap yo'q. Xudo xolasa 3 ta $5000 akkaunt bermoqchimiz, 2 bosqichli. Faqat qanaqa aniqlanishini, qanaqa tartibda berilishini, nima bo'lishligini o'zingiz e'lon qilib tushuntirasiz. Mana auditoriyamgami bu yo videoni ko'rgan hammagami?
bo'pti, mayli. Deylik videoni ko'rgan hammaga, Xo'p, совместно xo'p, ikkalamiznikiga, mayli. Do'stlar, mana shu videoni izohiga MT Fund Trader Prop kompaniyasi haqida yoki umumiy o'zi prop kompaniya haqida kommentariya yozinglar, to'liq nimadir gapirib beringlar o'tda, qisqa komment bo'lmasa, men o'zim shaxsan o'qib 3 ta odamni tanlab olaman va o'sha 3 ta odamni xotini nickname'ini beraman. Timur akaga va sizlarga $5000 startoviy kapital beriladi. Albatta bu bilan ilinib ketishi mumkin hammasi. 5000 dan 2 marta payout qilib, keyin 10 keyin 25 bo'lib ketishi mumkin. Bu sizni bir yana bir imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun izohlarda o'zingizlarni fikringlarni aynan men aytganimdek qilib yozib qoldiringlar. Rahmat Timur aka. Rahmat katta. Sog'liq uchun alohida rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.